Anlasam şu Sayramköl'e bəxtinin simvolu ekan do'stlar. Qanday deganda bu Sayramkölning kanli ko'p bo'lsa, yesa ya'ni yeshi degani bildiradi ekan. Bir umr bir go'tayli deganda. Aniki Urumchili Bulg'arlik o'p qolsa 520 km ya'ni warning. Vayni degani bildiradi ekan. Shunga men bugun baxtimni eng zo'r darajada isbotlash uchun bu Sayramkölga xato qilib keldik. Anandiki yan bir yaxshi yurib qolsa Sayramkölda xato qolsa bir umr haqsiz holatda Sayramkölga kirdik. Uni olib qolsa haqsizlik bu muhim emas, eng muhimi shu muhabbatni isbotlab eng yaxshi baxtga holat o'tish bu. Uni olib qolsa yuring xatib chiqaylik. Ichigim kirib oldik. Kirib otlam qarasak, o yerda tinji shu deb pakana. Mana atgandan bir saqlayapman odamning onchiqligini. O yadim ben. 5 saat oldu yazıp düştün günlük paydanın ikincisi ya. 5 yardımcı. OK，可以。一个心，好，看我美女，好，1、2、3。Müşkül bulsa sefer uzi Bisip ötay aşık kabi Baktırgın Ana umuş halatda xatni olib chiqdik. Lekin pech test oldik ku. Rostlaviy Sikoska. Başka yerda bir yarım saat, bir saat ağıl buluş mümkün. Lekin ben Sayramköl xatilish o'zi intayin ma'nilik bir ish ekan, lekin vaqt beshijiq ketibdi. Qanday deganda biz atgan soat bejim vaqtda shu o yerim bilan chiqib bo'lgandik. Chiqsaq nomerni taqib bo'pti. Tushdan burun 45, tushdan keyin 40 lamadim xat berdi ekanjima. Shundan shu o yerimdan saqlagan paytda tushdan keyin soat 4 saqladik. Hesap 7 saatdan jiq saqlab müşədə. Oltursak axırı bədi bu qızılkin işkini. Çıqılıb Əkmitdə bək sorkan saqlab müşdə çidayma deydiğilə kəsanlar boğdəkcima. Anan ekan şu Sayramkölga biz ham da Urumchida yo'lga chiqdik. 6,5 saat keldik. Navadımış Kuchadan, Aqsudan, Shayadan yo'lga chiqirganlar vaqtinglarni yaxshi holatda tansanlar boğdak. Andan Sayramkölda xatilish nim ketdi deb so'rab qilishinglar mumkin. Onun qamda 2 sonluq rasmda 3 tal tegi cho'qim qizil bo'lish kerak ekan. Andan keyin kimlik bo'lsa bo'ldi ekan. Qaga hech qanday nas ketmaydi ekan. Qip qag'in o'zinglarniki shu saqlashda chidash ro'yinglar. Bu Sayramkölning mushunda so'g'uqda chidash ro'yinglar bo'lsa bo'ldi ekan. Shunaqa. Eng oxirida mush ekran oldidagi do'stlarimning hammasiga baxt tilayman. Hammanglarga baxtiyor bo'lsin. Hamda bizga mo baxt tilashni unutib qolmanglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Tebessüm bilen quyosh nur chachqan Baxit o'zi sana söz açqan Shuncha go'zal sen keyifli bas Senden başqa